Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Men Amerikaning Los-Angeles shahrida turadigan Erkin Sidiq. Bugun 2025-yili 4-oyning 19-kuni shanba. 2 haftada bir qatim qildigan naq maydonni hozir boshlayman. Bugun jami 5 cho'ng mazmun bor. Burunqidagi birinchisi Uyg'ur Project Fondi va vatan haqidagi xabarlar. Yaqinda Uyg'ur Project Fondiga Yevropadagi yana bir qarindoshimiz pul ioni qildi. Men bu qarindishimizga chin ko'nglimdan rahmat aytaman Uyg'ur Project Fondiga vakolatan. Hozirga qadar shu o'tganki ion to'plash jarayonida bo'lsin, boshqa vaqtlarda bo'lsin, Uyg'ur Project Fondiga ion qilgan qarindoshlarning hammasiga men ayrim-ayrim xat yozib rahmat aytib kelyapman. Ba'zi qarindoshlarniki aloqa uchuri chiqmaydi, aloqa adresi yo'q yoki boshqa uchuri yo'q. Ularga rahmat aytolmadim. Lekin bizga mustaq yordam qilayotgan qarindoshlarniki hammasini men tizimlab shaxsan o'zimda turdi. Xudoyim bo'lsa keyin kelgusida vatan ozod bo'lib biz qaytib ketib bir ish qila oladigan fursatlar kelib qolsa, bu ishlarni bir muvofiq shaklda o'tirib chiqarman deb o'ylayman. Hozircha o'zimda turibdi bu tizimlik. Shunga bir qism qarindoshlarga mendan rahmat, minnatdorlik xati kelmagan bo'lsa, menda ularniki aloqa qilish uchuri yo'q qoldi shunday bo'lyotdi. Shunga buni bir deb qo'ydim. Nima vatan haqida yana bir qism xabarlar bor yaqinda. Zumrat Davud singlimizniki Facebook hisobidan ko'raman davomli. Uniki birisi Xotan viloyat Qarqash noyasidagi Gulchay terish majburiy emgak rayonida o'shaga majburiy emgak chiqargan Uyg'urlarni uçqishsiz aeroplanda tekshirib turib, ishqa turibdi. Shunday bir ko'rinish bor. Ondan keyin G'uljidagi qozoq ham Uyg'urlarniki terilg'u yerlarini yerlik dehqonlarniki ruxsatsiz hukumatning odamlari ilib Xitoy ko'chmanlarga bag'il turibdi. Ondan keyin cho'l jaziralarga opirib kunlab, haftalab majburiy emgak yoki oshaga sanayotgan Uyg'urlarniki ko'rinishlari. Har yil atyazda bu ishlar bo'lyotdi. Bu yil men o'xshashlar bo'g'ilib turibdi bu ish. Anlatganda ondan keyin vatandagi yana chekini oshgan Uyg'ur qizlariniki Xitoyga setilishi, Xitoyga to'y qilishga tunishtirilib Xitoy o'lkasiga ketishi ahvollari, bu ahvollar davomli chiqyotdi. Ondan keyin yana bir chiqqan ahvol yaqinda Sharqiy Turkistondan bir san'at umiki Hungariyaniki ve Vengriyaniki Budapest shahri bilan Fransiyaniki Paris shahrida aşağı berib Uyg'urlarniki usullarini o'ynab, naqshlarini aytib, ashta qilgan ko'rinishim chiqdi o'tirga. Hamimizning xabarda bor, vatanda bu ishlarni hozir qattiq qilg'izmaydi. Lekin nimada mustaq chet elda Uyg'urlarniki naqadar nima yashaganligini ifodalaydigan, baxtga yashayotganligini ifodalaydigan boshqa narsalar o'tirga chiqilib turibdi. Men sizlarga ko'rinishni ko'rsatib qo'yay. Ma'u Budapestda qildi, menga Budapestmi yoki Parijmi bilmadim. O'sha ishlar bo'lyotdi. Endi bu ishlar bek echinishliq, shaxsan menga shundaq yaqinda o'zimiz uchun biroz xo'shalik topadigan ishlar asosan qolmayotdi. Hozir nagil qarasak, shu nat echinishli ahvollar ma'u aşağı olgan kishilarniki yetib qo'yayotgan o'rinlari. Ama yine vatanın ahvalidan xabar tepib turmasak yine uni yetishtirmaymiz. Ama şu qarasanlar bu kichik tipdagi uchqusiz aeroplanda bu
Uyg'ur dehqonlariniki aşağı sınavlagan dehqonlarni kuzatib turayotgan ko'rinishda. Bu şu aşağı ketayotgan Uyg'urlarniki ko'rinishlar ekan. Bu inishi yetib qopatgan yerlarniki yana bir ko'rinishi. Anadaki yine vatanda hazırmı naiti köp sakçı punktları varken u yerda Uyg'urlarniki uyları, bazarlar, u yerlarni davomliq kuzatib turdi ekan saqchilar Uyg'urlarning ahvollarini. Bu ishlarni davomlashib o'tibdi. Bugun to'xtalgan ikkinchi cho'ng mazmun Amerika va dunyo xabari. Yaqinda cho'ng oldingi bir kun ichida cho'ng xabardan 4 chiqdi. Aldılar ben şunu deymen. Ben adette davamlıq her gün haberlerini oturulup körüp onun içinde mühimken degan narsani toplab menip andikin şu videoni qilishdan burun biraz tayyorlik qilib chiqaman bu yerga. Bu yaqinda bu xabar oqaqidan shu bombadek chiqadigan bo'lib ketdi hozir. Hammasiga yetishib olmaydigan darajada. Men to'plagan narsalar bakcha bo'lib ketib bordi. Shunga aldılar sizlarga 2 kundan keyin mobaynida chiqqan cho'ngroq xabarlarni yetkazib o'tib, undan keyin yana ba'zi mazmunlar bor. Shularni yetkazay dedim. Uniki birisi Amerika hukumati Xitoy virusi haqida bir doklad tayyorlagan. Bu dokladni Bayden vaqtida uni e'lon qilib unutmay saqlab kelib boshlab qolgan. Keyin Trump chiqqandan keyin ancha-muncha buning gaplari o'tirib chiqdi. Lekin uni rasmiy tariqada e'lon qilib bo'lmagandi. Tünögüm bir nöküm mü? Bu tekşürüş öcüti, nasıl kanıda tekşürüş öcüti. Bunu Amerika'nınki şu bir hükümet torbiyetege resmi çıkardı bula. Onun da köplegen mezmun var. Beştek mühim noktalar var onun içinde. Asas mezmunu nime desenler. Xitay virusu tabii virüs emez. O hayvanlardan mesela şiperandın keyin emez. Bunu tecrübexanda yasagan virüs. Andikin bu virüs dastlabida Xitoyniki Wuhan shahridagi tecrübexandan tarqalgan degan yakuni chiqadi. Hozircha faqat to'rbata chiqdi. Lekin bu ishning keyin cho'ng qiymati bor. Nima desanglar, endi maosh jazmlashgan bo'lgandan keyin bundan keyin bir qism o'rinlar, masalan o'tgan Amerikaning bir shtati Xitoyga 24 milliard dollar to'lam to'lab berish qarorini chiqardi. Aşkına o'xshash boshqa davlat hukumatlari ham mana qarorlarni chiqara oladi bundan keyin. Endi bu yerda nima uchun bu o'ziyatni rasmiy yuzida e'lon qilish hozir bo'lyotdi desanglar, buniki ikki turli sababi bor deb o'ylayman. Uning birisi Amerika Xitoyni kuzatib keldi hozir qadar. Mushundaq bir narsani o'tirib chiqarsak, Xitoy unga qandayroq inkos qaytardi, ularniki mijozi zoti qanchalik degandek narsalarni kuzatib keldi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, hozir ileyin to'xtama bu ish to'g'riliq. Hozir Amerika bilan Xitoy o'tirsidagi savdo urushini yuqori pallaga chiqdi. Hozir Amerika bilan tirkanishayotgan, Amerikaga qarshi yo'l tutayotgan birdan-bir davlat Xitoy. Ashta bu boshqa Amerika uchun o'ziniki qo'lda barliq vositalardan, taktikalardan to'liq usullardan to'liq foydalanish zuriyat tug'ilyotdi hozir. Shunga ma'nosida shuning uchun o'tirish deb o'ylayman men. İkinci çoğun haber 17 числа bugün 19 Perşembe günü. Rubio Fransa prezidentlik teklifi bilen Fransa ve Ukrayna'daki başlığı Zelenskiy müşavirle görüşken. Görüş bo'lgandan keyin uniki qilgan bir gap qildi bu. U deydi, agar Rossiya Ukraina urushi yana 3-4 haftaning ichida urushni to'xtatish to'g'riliq bir tinchlik
kelishimi tüzülmeydiken yine 3-4 haftanın içinde Amerika bu işten kolu yüzümüz degan gapni dedi. Bu işten çıktımız bizde. Bunun sebebi mesela desatım da kivatımen gerçi Trump hükümeti bu urushni oxirlashtiramiz deb ko'p tirishgan bilan nimada Rusiyada Putinda samimiyatlik yo'q bu ishda. U vaqtni oqiga suzib, yeni ko'proq yerlarni egallab Ukrainaniki oshlinga tirishib keldi. Endi Zelenskiymi nayti qamlashmagan bir qism ishlarni qilib keldi. Xuddi Amerikaga o'tkazib qo'ygan bir narsa bordek, Amerika intan akavoli qilib degandek. Alaki az uchraydigan metal modelleri az uchragan to'pa bu masaladami 2-3 qatam yenib oldi. Ma'qul deb aqsa yenib olib degandek. Shunga Amerikaning tishi xil tagdi. Endi nimdaymiz nimeniki nima total nima total action ismiga uslagan bir danliq kepi var. Sen hayatını o'zingizning muvaffaqiyat atrofiga o'rlashtirgin deydigan. Bu gapni nima desa, hayatını sana sen yaş qiloladigan, natija qozonoladigan ishlarning atrofiga o'rlashtirgin degan gap. Hech qanday natija chiqmagan ishni qilma degan gap bu. Amerikaniki hozir oldida nurg'un ishlar bor. Bir taraf qilmas bo'lmaydigan. Bu oxiri chiqmaydigan ishga davomli aralashib ketaverish haqiqatan bir xil aqlsizlik, nodonlik bo'ldi. Shunga Amerika hozir boshini o'tirib chiqadi. Endi Amerika xil jiqtirishmoqda. Yaqinqi vaqtlarning mobaynida shu Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi urushni oxirlashtirish yuzidan buningdagi tüp maqsad aslida Trumpniki tüp maqsadi qon to'kilishini to'xtatish. Nəhayət yaş bolalar minglab ülkütüb olgan ekan ikki tarafdan. Nəhayət bir g'alita sirtdan qarasa, nimani talashib, urushib, shunday cho'ng badallarni to'laydi degan narsaga qarasa, nəhayət odamni ichindiradigan bir ahvol. Ashta boshqa Trump urushni to'xtatib, odamlarning o'lishini oxirlashtirman deb boshqa o'ylagan, ammo bo'lmadi. 2-oyning 18 kuni tunji qatim Amerika Rossiya vakillari Saudiya Arabistonidagi Riyod shahrida bir qatim suhbat yapadi. Uningga Rubio, andan Amerikaniki davlat bexatarlik maslahatchisi bo'lib olgan. Andan keyin 3-oyning 24 kuni yine Saudiya Arabistonda Ruslaniki vakili bilan Amerikaniki vakili yine ayrim suhbat o'tkazdi. U suhbat 12 soatda davom qilgan. Andan keyin 4-oyning 11 kuni Trumpniki vakili Steve Witkoff degan kishi yine Rossiyaga berib Putin bilan kurashdi. Uzoq so'zlashdi bular bilan. Lekin hozirgi oxirgi chiqargan yakun nima desa, Rossiya vaqtni orqaga suzib, qat'iy urushni to'xtatish jihatda samimiyatligi yo'q. O'tgan yillarga dedim, bu yil Rossiya yana 160 ming askar qabul qilmoqchi. Demak, yana urushni davomlashtirishga tayyorlik qilyapti degan gap. Ashta bu boshqa endi Trump hukumatiniki taqiti qolmaydi degan gap. Ashuna bilan bu gapni o'tirib chiqadi. Yaqin chiqqan 3-chi cho'ng xabar shu muxbirlar bilan ko'rishgan vaqtida Trump muxbirlarga bir gapni dedi. U nima desa, biz Xitoyniki vakillar bilan to'xtamay so'zlashyapmiz. Shu nima Amerika Xitoy savdo urushiniki oxirlashib bir xil kelishim tuziladiganligimizga ishonchimiz bor bizningki degandek ashta bir gapni dedi. Masalan, yana 3-4 haftaning ichida, keyingi 3-4 haftaning ichida bundan natija chiqadi degan gapni dedi. Deganda muxbirlar aytdi, qattiq tutdi Trumpni. Zaten sen kim bilan ko'rishding? U sen ko'rishgan odamlar Xi Jinpingmi yo boshqa odammi? Agar boshqa odam bo'lsa, u Xitoyga vakillik qila olamdi. Masalan, Xi Jinping vakillik qila olamdi degandek savollarni so'rab. U chaqda Trump andikin agar Xitoyni tushunsang, Xitoyning ichida biz kim bilan so'zlashishimizdan qat'iy nazar bizni so'zlashgan odamlarniki o'tirib qo'ygan fikr cho'qim Xi Jinpingning fikri bo'ldi. Uni Xi Jinping aralashmay, undan narsa o'tirib chiqmaydi degandek gaplarni dedi. Endi hozir Trump
intayin kuchli Xitoyga qarshi bir kabinetni qurdi bu odam. Atrofidagi odamlar bir-biridan kuchli, bir-biridan Xitoyning abdibashirisini bildigan odamlar. Endi shu butun cho'ng qo'shin ichida Xitoyga bo'lgan tushunchasi eng nachar yoki eng xato odam Trump o'zi bo'lyotdi. Trump hozirmi Xitoyga normal insonlar qatorida, g'arb ellardagi normal insonlar qatorida muomala qilyotdi. Amaliyotda Xitoy butunlay boshqa bir dunyo. Buni Trumpning atrofidagi odamlar tushundi, lekin o'zidan tushunmayotdi. Tushunmay hozirgidek mana mansam Xitoydami bir yaxshi natija kelib chiqadi, 3-4 hafta ichida bir savdo kelishim tuzalaymiz deb o'ylayotdi. Amaliyotda bu asosan mumkin emas mening farzimcha. Xitoyni biz obdan bilamiz. Xitoy hozirmi o'ziniki yilimikir, narangvozlik taktikalarni tartib misli ko'rib boqmagan darajada ishlatyapti hozir Amerikaga, Trumpga. Ashta bo'g'ashqa bu hozirgidek minib turib Xitoy bilan bo'lgan urushda bir kelishim hosil bo'lib bu ishniki natijaga oxirlashishiga meniki qat'iy ko'zim yetmaydi. Endi Trump deydi bizniki ishigimiz uchoq. Agar Xitoy kelib suhbatlashaman desa biz davomli tayyor degan gapni dedi. Endi hozirgi ahvolda Trumpniki o'ziniki ular bilan kurashish mumkin emas, uni qilmaydi. Andan keyin Trump Xi Jinpingdan boshqa odam bilan kurashishni qat'iy xohlamaydi. Nimishqa deganda burun Trumpniki do'pisiga jigdi soldi Xi Jinping Xitoy. Buni obdan bo'ladi hozir. Shunga har qanday suhbat cho'qim uzviy va bilan Xi Jinping o'tirsida bevosita bo'lmasa, uniki yolg'onchilik bo'lib chiqadiganligini obdan biladi hozir. Hozir ahvol shunday. Yaqindagi bo'lgan 4-cho'ng ish Amerika yana bir ishni pash qildi, o'tirib qo'ydi. U nima desa, Xitoylarniki bir shirkati bor, Changwon deydigan bir sun'iy amra shirkati. Shu shirkati o'zlarining sun'iy amrasi orqali Xo'si qo'zg'olonchilarga, Yemendagi Xo'si qo'zg'olonchilarga uchirib berib, shu Amerikaniki farqlari nada qardingizda degandek ishlarda. Shu Amerika va Yevropaniki farqlariga Xo'si qo'zg'olonchilarniki Amerika va Yevropa farqlariga hujum qilishida Xitoyniki shu shirkati cho'ng rol o'ynagan. Bu shirkatni Xitoylar xususiy shirkat deb atyapti. Amaliyotda u Amerikaniki Xitoyniki davlat mudofaasiga bevosita ishlaydigan shirkat bu. Ashta bo'g'ashqa buni pash qildi o'yatinchilar payshanba kuni. Endi nima uchun bu gaplarni hozir o'tirib chiqirdi desanglar, bu albattaki birisi Rubioniki degan gapi andan keyin nima Covidniki ishi mushtalarimiz munosabatlik. Hozir endi Amerika qo'llanadigan tadbirlarni hammasini qo'llanishga o'tirish qilyotdi. Tüp nishon Xitoy. Masalan, Xitoy o'zini dunyodagi tashqini qo'g'dug'ichi, tashqini tashabbus qiluvchi bir davlat shaklida o'zi uchun obraz tiklayotdi. Shuni tirishyotdi. Amaliyot bo'lsa, bu Xo'si qo'zg'olonchilarga uchirib berib, Amerikaniki farqlari haqida ularga yordam qilayotgan, o tarafdan Rossiyaga yordam qilayotgan, Ironga yordam qilayotgan, Rossiyaga yordam qilgandimi, yaqinda bularniki Amerikaning yana shunga qo'shib o'tirib chiqargan narsasi Xitoyniki bir qism korxonalari Rossiyada o'q-dori yasash, qurol yasash ishlariga yordam qilib turibdi. Undan boshqa oldingi kuni 7-chilar Zelenskiymi o'ziniki ikki Xitoy askarini tutib olganligini o'tirib chiqardi. O'sha Xitoy askarini tutib olganligini o'tirib chiqarib, ularni so'zlatib televizorlarda. Ashta qilib shundan tang Xitoy shirkatlarining, Xitoy armiyasiniki Rossiya ichida qurollar Iroq o'q-dori yasash ishlari bilan shug'ullanayotganligini o'tirib chiqardi. Bu 7-chilar. Mushaning hammasi nima desanglar, hozir Amerika Xitoyga umumyuzlik hujum boshlanyapti. Mushniki bir qismi bu, hammasi vaqti nima uchun 7-chilar bo'ldi bu gaplar o'tirib chiqyapti desanglar, bu planliq bo'layotgan ishlar deb o'ylayman. Hammasi mushtaq bo'lyapti. Shu ma'nosini o'tirib chiqdi.
Şuna bir yerdeki hazır Amerika şu Husi qo'zg'olonchilar bilan urushyapti. Xitoy bo'lsa Husi yordam beryapti. Andan keyin Husi aqsida yana ironliklar bor. Ashta bo'lg'achqa bu urush amaliyotda Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi urushdek bo'lib qoldi hozir. Rossiya bilan bo'lgan ahvol mana shundaq. Amerika Ukrainaga yordam qiladi, Xitoy Rossiyaga yordam qiladi. O'sha orqali yaqinda hozir Xitoyning askarlarini tutilyapti Ukrainaning ichida. Ashta bo'lg'achqa bu Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi urushdek bir daq tusmi evyapti hozir. Mush narsalar hozir haqida o'tirib chiqyapti. Bu albatta men degan nima desanglar, Amerikaniki Xitoyga qaratgan umumizlik qo'rshoviniki bir qism ifodalari mavjud. Endi shu yaqinqi yuz bergan mushlar to'g'riliq shu Xitoyniki Xusi qo'zg'olonchilarga yordam qilishi, undan keyin Rossiyaga bevosita Rossiyaning ichida zavod qurib asharqli yordam qilayotgan ishlarini qarta Amerika tashqi ishlar bayonotchisi intayin keskin qildi. Biz uni qat'iy qabul qilmaymiz. Andan keyin shunga munosabatlik yana Ukraina Xitoyniki shirkatiga embargo qo'ydi mana shu 2 kun oldida. Bular shu Rossiyada turib Rossiyaga yordam qilayotgan shirkatlarga qurol yarog yasash, o'q-dori yasash yerlarda. Yana bir ish bor, bizning xabarimizda bor. Xitoy hozirgacha zaharlik chekimlik, fentanil degan zaharlik dori ishida hech qanday oqiga yanmadi. Bu to'g'ri hech qanday tadbir yo'q, hech qanday gap so'zi yo'q. Ching turyapti. Amerika bilan davomli urush mandab turyapti. Bunimi hozir Amerika to'liq tushunib yetdi. Masalan, burun degan fentanil degan hozirgi zamondagi apyon urushi deb. Amerikaliklarni apyon bilan o'ldirib tugatmoqchi, Xitoyni ojlashtirmoqchi. Yiliga 100 ming atrofidagi yoshlarni o'ldiryapti bu. Bu ishlarda hech qanday o'zgarish yo'q. Bunimi hozir Amerika obdan tunib yetyapti, o'tirib chiqaryapti. Endi shu Amerika dunyo xabarining davomi hozir bu chegara bejiniki urushi keskinlashib ketdi. Trump dastlabda Yevropadagi nurg'un davlatlarga hammasiga chegara beji qo'shgan. Keyin ulardan 70 dan jiq davlat o'zlari aloqalashib Amerika hukumati bilan Trump bilan biz suhbatlashsak, chiroyli qilsak deb Amerikani izladi. Ashta boshqa Trump bu davlatlarga qaratilgan bojlarning hammasini 10% ga tushirib qo'ydi. Bir tarafdan 10% ga tushirib qo'yib, yana bir tarafdan bular bilan suhbatlashishni boshladi. Masalan, Hindistonniki prezidenti, Yaponiyaning prezidenti degandek. Ashta qilib ularning ayrim kurishyapti. Lekin Xitoyga qaratgan bojni aslidagi 145% dan hozir 245% ga o'stiribdi. Xitoy Amerika bilan oxirgi tutishimiz dedi. Amerika mu Xitoy bilan oxirgi tutishmoqchi. Bu ish mustaqil qilib davomlashyapti. Bu yerda nima uchun Trump yana bojni 145% dan 245% ga o'stiribdi degan bu narsani bir qism kishilar tushunmaydi. Odatda chegara beji 100% ga chiqqandan keyin qarshi tarafniki meli bu davlatda asosan setilmaydi degan yerga bordi odatda. Lekin nima uchun bu Xitoy bilan Amerika ishiga kelgan chog'da bu ish to'xtamaydi, 245% chiqadi desanglar, bu yerda Xitoylar yeni bir ilmiy o'ynayotgan yaqinda. U nima desanglar, aslida bojni 150% ga qo'shgan chog'da, 145% qo'shgan vaqtida Xitoyniki nurg'un kichik shirkatlar va tashqi savdo bilan shug'ullangan. O'zining mollarini faqat eksportlam qildigan, Xitoycha sotmay. Bu shirkatlar o'yin o'ynab bu yerda aslida chet elga 100 so'mdan chiqaradigan molni, bahosini 40 so'mga tushirib, Xitoyning ichida 40 so'mga tushirib, bu molning bahosi 40 so'm deb Amerikaning chegarasidan o'tkazilgan chog'da buniga 150% boj qo'ysa, bu 100% bo'ladi endi. Ashtaq qilib yana Amerikaga chiqarib bergan ahvol bo'lgan yaqinda. Shunga Amerika hozir bojni bir 245% ko'taryapti. Mushtaq shirkatlarniki oldini to'sish uchun.
Bu iş shunda kelib chiqqan bu ish. Amerikada yine yaqinda bir qism cho'ng ishlar bo'lyotidi. Albatta degandek xabarlar bak ko'p. Har kun degandek yangi xabarlar chiqib turyotidi. Uning birisi Trump hukumati yaqinda Harvard universitetidan biraz tutishib qoldi. Dastlabda Harvard universitetidagi 2 milliard dollar hukumatdan Amerika federal hukumatidan beradigan yordamni to'xtatdi, 2 milliard dollar. Undan keyin Harvardniki tapavatsiz o'rin tapavatsiz tashkilot degan salohiyatini ep tashlash. Buni o'tirish chiqadi hozir. Bu nima ish desanglar, Amerikaniki xususiy maktablari, shu Stanford, Harvard, Caltech, MIT degan maktablarning hammasi ko'pincha xarajati shu maktabda o'qish bitirib keyin boyib ketgan shaxsiylarniki iyoni pulidan keladi bu kirimandi. Bu iyoni pullardan Amerika hukumati bajanmaydi. Nima ish degan chog'da bu maktablar tapavatsiz o'rin bo'lganligi uchun tapavatsiz deb atab ulardan bajanmaydi. Amerikada bir o'ringa tapavatsiz organ degan, tapavatsiz tashkilot degan salohiyatni berishda bir qism shartlar bor buniki. Masalan, uning birisi siyosiy bilan shug'ullanmaslik. Uyg'ur Project Fondimi tapavatsiz tashkilot biz iltimos qilib shu salohiyatga erishgan. Shuni erishgan chog'da bizningki tashkilotimiz faqat nima? Saxovatchilik va ta'lim tarbiya bilan shug'ullangan tashkilot degan salohiyatni olganmiz. Saxovatchilik deganimiz boshqa Uyg'urlarniki Uyg'ur tili va madaniyatini saqlab qolgan turlarga biz yordam qilamiz iqtisodiy jihatdan. Shuni ko'z tutadi saxovatchilik degan tarafi. Endi ta'lim tarbiya degani dunyo xalqini Uyg'ur fojiasi haqida tarbiyalash. Dunyo xalqiga Uyg'ur fojiasiniki uchurlarini yetkazish, ma'nuqtini o'z ko'z tutgan. Endi buningda bizningki bu o'rin birisi diniy o'rin emas, diniy tashkilot emas, yana birisi siyosiy tashkilot emas degan narsalar bor. Ba'zi masalanga biz Amerikadagi prezidentlik saylovi bu narsaga pul chiqarsak, uning sharti o'lchimi bor. Masalan, 10% olmasi kerak degandek. Mesela shart qildi endi. Hozir yaqinda Harvard universiteti nima bo'ldi desanglar, shu Isroiliya bilan Hamas o'rtasidagi urush boshlangandan keyin Harvard universitetida oqaqidan nurg'un namoyishlar bo'lib ketdi. Buzib chiqib ko'ydirish ishlaridan tortib, Amerikaning bayrog'ini ko'ydiradigan ishlardan tortib ishlar bo'lib ketdi. Amerikaning hukumati endi sen tapavatsiz tashkilot, sen siyosiy aralashmaydigan o'rin. Ashtagan shu birinchi ma. Sen o'quvchilarni DEI, diversity, rangdor bo'lish, baravar bo'lish va inclusive o'z ichiga olish degandek solchillarniki siyosati bo'yicha, ideologiyasi bo'yicha Uyg'urlarniki o'quvchilarniki idisini buzadigan, qalsini jujadigan mashlarni qilma degan talabni o'tirib qo'ygan. Ammo Harvard anglamaydi bu gapni. Qolgan maktablarga bor bu talab. Qolgan maktablar anglab, biroz yumshab, bir qism siyosatini o'zgartiradigan bo'ldi, lekin Harvard universiteti Amerika hukumatidan tepishyapti hozir. Ashta boshqa Amerika hukumatimi bag'ansir qattiq tadbirlarni qo'llanayotdi. Alqi konkretni uqmaydigan kishilar asallam Trump hukumatining og'rindi bu jihatda. Lekin yaqinqi dunyoda bo'lib ketgan o'zgarish, agar ashlarni ma'ni bog'lab qaraydigan bo'lsanglar, Amerikadagi bir qism oliy maktablar butun dunyoni buzadigan ideologiyani taqitadigan ashtaq o'ringa aylanib ketgan yaqin. Masalan, qiz o'g'ilmi degil olmaydigan holat kelib qolgan. O'brinlarni bir qilib yetib degandek. Mushta ishlar bo'layotgan. Mushunga bog'liqmi u? Ondan keyin Harvard universitetidagi yana bir ahvollari bor. O'tganda bir qartalik ayol 6 oyda prezident bo'lgandan keyin uni tushib ketishga majbur bo'ldi shu. O'quvchilar namoyishlarini qo'llab, Amerikaga qarshi namoyishlarni qo'llab qolgandan keyin u tushib ketishga majbur tushib ketdi. Bu ayol tushib ketgandan keyin Harvardda professor bo'lib dars o'tyapti. Shunga Amerika haqidagi xato tashqat to'xtagani yo'q. Ondan keyin ikki shtatning boshliqlari bor, demokratik shtatlarning boshliqlari. Ularni uchi chiqqan solchilar.
o'zining shtatlarini shunda qalamqon qilib etib boshqarishda keyin u muddati to'shib vazifadan tushgandan keyin Havardga kirib professor bo'ldi bola shular dars o'tyapti hozir bu yerga narsa nima desa Amerikani va dunyoni buzadigan ideologiyaniki tashviqoti to'xtamayotdi bu yerda man to'xtat desam bo'lmayotdi shunga hozirgi Trump hukumati mushtat ishlarni o'ngshaymiz deyotgan bo'lg'achqa Havardga qarata mushta qattiq qo'l qilyotdi yaqinda bir qiziqarli rasmda birisi chiqdi to'rlarga man shuni solib sizlarga ko'rsataman deb unutib qolibdiman nima desanglar Trump qo'liga bir kitobni olgan u kitob Sunziniki 36 nayrangları degan 36 nayrangi degan kitob Xitoylar yozgan andiki Xi Jinpingning qo'lida Trump yozgan suhbatlashib kelishim hosil qilish san'at İngiliz ismini ait qisqa buning The Art of Deals deydi. Uyg'urcha ma'nosi shu. Suhbat orqali kelishim tuzish degandek ma'nosi bor. Trump bu jihatdan aytdi dangliq Amerikada. Savdo kelishimlarini tuzishda bek dangliq. Qattiq utilmaydi. Masalan, uniki o'tgandiki mana Floridada hozir turayotgan uyi uni ehtimoslar ko'rdinglar burun videolarda. Shu uyni dastlabda egisi 15 milyonga chiqirdi ekan. Ya egisi xil jiq pul chiqirdi ekan. Dastlabda Trump 15 milyon beray desa, egisi unutmabdi. Undan keyin davomli ular bilan suhbatlashib, har qatim suhbatlashgan chog'da bahoni Trump tushirib, u bu o'yinlarni o'ynab yurib, eng oxirida shu butun Qur'onni 2,5 millionga oldi, mening farzimcha. 15 milyon beray desa, yo'q degan uyni oxiri 2,5 millionga oldi. Mushta Trumpning taktikasi bor bu jihatda. Bak dangliq. Shuni yozgan kitobim bor. The Art of Deals degan. Xi Jinping qo'li shu kitob. Trumpning qo'lida Xitoyniki Sunziniki 36 nayrangi degan kitob. Boshqa bir rasm chiqdi. Men qiziqarli ko'rdim buni. Shunga hozir endi umumiyga qarasak, hozir Amerikaning tutgan siyosati 70dan ko'p davlat yaqinda chegara beji qo'shgan davlatlar bularning hammasini Xitoydan ajrashtirish iqtisodiy jihatdan inglizcha economically divorce deydi iqtisodiy jihatdan ajrashtirish ayirish shu taktikasini qo'llanmoqda hozir ondan keyin yaqinda Amerika shu davlatlardan Amerika va Xitoydan birini tanla degan narsani gapni uchiq o'tirib chiqadi ya Amerika tarafda ya Xitoy tarafda turganda shunga bu qatimki chegara bejining ishlarida suhbatlashgan chog'da shu bir muhim mazmun bo'lyapti hozir. Hozir endi aytaman degandek butun 70 nechta davlatlarning ichida Amerika bilan oxirgi etishimiz deb o'tirib chiqqan bir Xitoy bor. Nimchi bo'la bu qiladi? Desanglar, aslida Amerikaniki Trumpning plani birisi Rossiya bilan Ukraina urushini oxirlashtirib, tezroq uni bir taraf qilib etib, ondan keyin O'rta Sharqdagi qalamqonlarni bir taraf qilib etib, ondan keyin savdo ishlarini joyiga mangdirib etib, sevitib, ondan keyin Xitoy virus haqida to'lamalish. Bu planim bor. Keyingi bosqichda. Buni Xitoy obdan biladi. Agar Xitoy mushqatim mashta tirkishib turib, mashta mangmasa, oqsidan cho'ng baloapatning kelganligini biladi bular. Shunga hozir har qanday bu kitishiga qaramay Amerika bilan oxirgacha elishimiz deyotdi. Yaqinda chiqqan yana bir narsa Angliya parlamenti bir qaror oldi yaqinda. Menimcha Angliya parlamenti deb tushundim men. Ayol kishiniki aniqlamasi ayol deb. Bu nima desa, bundan keyin ayol kishi degan gap bu kishi bol tug'iladigan odamga bolni tug'iladigan kishi ayol bo'ladi degan bir qaror oldi. Aslida bu normal ishdi, lekin hozir zamon kelgan chaqda shunda qaror olishga to'g'ri kelyapti. Mana shu kundan kun bo'lgan yana bir ish, Nvidia deb bir shirkat bor. Bu shirkat aslida kompyuterniki grafik card deydi, suratlarni, rasmlarni bir taraf qilgan shu elektronlik taxtalarni yasagan shirkat aslida bu. Keyin shu yer yetkazgich zapchastlarni yasaydigan o'zgarib, ondan keyin shu yaqinqi chip degan
Xinjiang degan Xitoy Xinjiang deydi. Mush sohada dunyoning intayin oldida. Buniki qurg'uvchisi 3 odam qurgan, uniki birinchi qurgan odami Xitoy, Tayvan Xitoy, Huang degan Xitoy. Bu Xitoy bu şirket Amerika'da kurulan şirket. Hazır şu bulup sun'iy aql sohasidagi eng yuqori texnologiyalik zapchastlarni mushlar chiqaryapti. Chiqaryapti. Yaqinda bu Xitoy Amerikaga 500 milliard mablag' solganligini bildirgan. Trumpning aytib xo'sh qilayotgan mushlarda. Mushlarda. Yaqinda yana Amerika Kongressi bu Xitoy bilan suhbat o'tkazgan. Bu Xitoyniki hikoyalarni anglab, bu ishlar qanday bo'lganligi to'g'riliq. Bu Xitoy mushlarni tugatib poplam tunögümü deymi, tunögümü bir nökün yine Xitoyga ketibdi. Xitoyga ketgan buni Amerikani biroz tushuntiribdi bu. O'tganda sizlarning xabaringlarga bor Xitoylar DeepSeek degan bir sun'iy aql sun'iy aql narsasini texnologiyasini o'tirg'a e'lon qilgandi bular. E'lon qilib bizga hammadan yaxshi deb. Keyin bularning tashvish natijasida shu Nvidia degan shirkat shu DeepSeekni qurgan Xitoyga 100 ming yuan, 100 mingdak zapchasini bergan ekan, Xinjiangni bergan ekan. Halbuki bevosita emas, masalan Singapur orqali. Singapurga olib borib, Singapurdan Xitoyga borib degandek. Ashta qilgan ekan bu ishlar pash bo'lgan. Hozir yana bu qatim Amerikalik kurashib poplam Xitoyga ketib, Amerika bilan suhbat o'tkazib poplam Xitoyga ketibdi. Bu biroz cho'ng g'ulg'ul qo'zg'adi Amerika hukumatining ichida. Endi qanday o'yinlar chiqadi, uqulolmaydi. O nima ekan, halbuki DeepSeek'niki ishlatgan Nvidia zapchisi 600 ming zapchasi ishlatibdi. Endi buningga qarata muxbirlar Trumpdan savol so'raganda Trump deydi, men bu ishlardan ansirab ketmayman. Huang degan meniki yaqin yaxshi do'stim deb shadabdi. U Amerikani yaxshi ko'rdi. Amerikaga yordam qildi deb. Endi keyin qanday bo'ladi? Bu yerdagi gap Xitoyni tushunishga kelgan chaqda acayip tez. Yevropalılarniki Xitoyni tushunishi bek tez. Hozir Trumpniki bu jihatdagi Trump bu jihatda eng ojizlikni namoyon qilyapti. Yaqinda Xitoylar Amerikani biroz qo'rqitish uchun Xitoydagi butun cho'ng aydirimlarga Tungyi birlikka keltirish degan xatlarni chiqarib o'tibdi cho'ng lozinkalarga. Demakchi o'g'ini agar o'zingni bilmasang men Tayvanga hujum qilaman degandek. Amerikani qo'rqita olayman deb o'ylayotgan o'xshaydi, o'sha orqali shunday bir o'ylan o'ynayotdi. Yaqinda bo'lgan yana bir ish Xitoy prezidenti Xi Jinping 3 davlatni ziyorat qildi. Vyetnam, Malayziya, Kamboja. İşte ziyaret qilib tunugin bu ziyoratlar oxirlashibdi. Xitoy bu davlatlardan meni eng yuqori darajada bir davlat rahbari taraqqisi kutib olsang deb shart qo'yib ularga. Ashta kutkizdi o'zini aydirimlarga gilam sag'izib degandek. Xi Jinping o'ziniki bizga ma'nosi chiqadigan o'qdan qo'g'dilinadigan mashinasini olib borib tashlagan. Oldini olib borib o'zining mashinasida o'tirib, anikin qarshi davlatlarga borsa, uning nurg'un kuchlarini faqat qo'zib, odamsiz qilib, ashta qilib o'zini kutkizdi bu. Lekin uch davlatga borgandan keyin savdo kelishim jihatlarida qanday yangilik bo'ldi, hech qanday xabar yo'q. Analizlarniki farzizcha u hech qanday narsaga erisholmaydi deydi. Hech qanday natijasi yo'q bu uch davlatga borgan qilgan ziyoratniki. Sababi nima desa, bu davlatlarning hammasi allaqachon Amerikaga va'da berib qo'ygan. Bundan Amerikaning talabini ish qilganligi haqida. Boshqa bu ishlardan hech qanday natija chiqmaydi deydi. Bu Xitoyning nomussizligi dunyodagi ham askarlikni qivetib, aniki haqdan men boraman, meni nayda dag'dul kutib ol deb talab qilishi. Biz obdan bilamiz buni. Sharq Turkistonda bunda ishlar davomli bo'lib turdi. Uyg'urlarga samg'an kuni yo'q, qilmagan ashaddiy qilmishlari yo'q. Yeni bizning vatanga borsa, yine Uyg'urlarga yaxshi kutkizdi bu o'zini. Chet ellarga qilyotdi. Yaqinda nomus qilmay Amerikaga shu talabni qo'ydi Xi Jinping. Sen kabinet a'zolarini biroz kontrol qilsang, bizni baklab ketmasa, bizga hurmat qilsadi.
Bütün askeri qıp bulup, yeni müşketini qo'rqmay deyallaydi Xitoy. Xitoylarniki bir 2000 yıllık tarixiga ega bir nazariyasi var. Qara qilin nazariyasi degan xixu shue deydi Xitoycha. Buniki inglizcesi bor, bir kitob Xitoycha inglizcesi bor. Qiziqadigan qarindoshlar o'qib olsanglar bo'ladi. Men buni sizlarga burun tilga olgan. Bu yerda qara qilin nazariyasi. Qara degan nima desa, agar sen bir maqsaddan ketmoqchi bo'lsang, yurging chuqum qora bo'lish kerak deydi. Endi qilin degani yüzün qilin bo'lish kerak deydi. Yüzün qilin bo'lish kerak, ammo suzuk bo'lish kerak, xalqlar ko'rmaydigan, uqamaydigan bo'lish kerak deydi. Qilin, suzuk, ya'ni yurgin qora ko'rinmas. Qora ko'rinmas, xalqlar sizlamaydigan bo'lish kerak degan. Qiziqsangiz ko'rib olsangiz bo'ladi. Xitoy hozir mush texnikasini, mush nazariyasini eng yuqori darajada chiqaryapti. Numus degan narsa yo'q. Ashishlarni qilyapti. Xitoydagi huquq kurashi yana nihoyatda kaskin davomlashyapti. Shi Jinping degan jallat ushlatga ketgan vaqtlardami yana huquqda o'zgarishlar bo'ldi, Xitoyning ichida davomlashyapti davomli. Hozir endi Xitoydagi ikki cho'ng masala huquq kurashidan boshqa ishsizlik va shirkatlarniki taqilishi. Yaqinda chiqayotgan videolarni ko'radigan bo'lsangiz, intan echinishlik. Ba'zi Amerika qarab minib, 20 yılda qaytib kelgan parxutlar intayin jiq. 50%dan ko'proq parxutlar to'xtab ketdi hozir. Amerikaga yuk to'shib akildigan parxutlar. Hammasi aqsi qaytib ketdi. Ondan keyin bu mollar Xitoydagi portlarga berib, u yerda yana sohaga yer yo'q, u yer bir taraf qilinmay, ashundan shu dengizning bo'yidalamkin parxutlar mollarni 100 so'mlik narsalarni 10 so'm, 5 so'm deb setayotgan ko'rinishlarni o'tirib chiqyapti hozir. Aşta kısmı aldığı adam yok onu. Anadaki şirketlerin takılışı. İnten köp şirketler takılıvatıdı. Tünegin çıkan haberde 5 yılın birinci günden başlap paketlam çeteldeki eksport kılış için mal işlep çıkarılan şirketlerinin 50% takıldı iken 5 yılın birinci günden başlap. Şuna Xitoydagi bu ahvollar intayin vahshiy. Vahshiy bo'lyapti. Andikan Xitoy yaqinda yana Amerikani qiynaqqa tushirib qo'yman deb Amerikaga oz tepildigan to'pa eksport qilish ishlarini to'xtatdi bular. Chiqarmaymiz, sotmaymiz deb. Andan keyin Amerikaniki Boeing shirkati bilan tuzib qo'ygan kelishimlar bor ekan, oldigan aeroplanlar haqida. Zo'r, jiq qimmatlik. Bu aeroplanlarni hammasini olmaymiz dedi. Zapchastlarni olmaymiz dedi. Aşağı nesne kıldı Xitoylar qilganda Boeing şirketidan aeroplan olamiz deb uchga turayotgan davlatlar bor ekan, masalan Yaponiya, Avstraliya degandek. Bu davlatlar nihoyat xo'shallar aeroplan biz olamiz deb ular aytib ketdi. Mening uqqan xabarimda. Endi bu oz uchraydigan to'pa bu ishda Amerika yeni davomli yangi yerlarni izlayotdi. Bunun da Elon Musk mı bir çoğun töp koşalaygan ihtimallığı var. Bu az uçragan topu aslında az emesken. Onu kızıp çıkarış intayin bir meynet jaryanken, belki meynet okuyacakken, muhitla. Aşağı boğalık için, aşağı boğalık için bir kısımda da kılmayken, Amerika mı kılmayken mesela. Şuna yakında Müslümanlar münasebetlik Elon Musk'niki gibi çıkıp kaldı. Hazır qarğanca da Elon Musk sun'iy aql texnologiyasidan foydalanib, shu oz suraydigan tuproqni qazadigan narsalarni o'ttirg'i chiqarish qizish ehtimoli bor ekan. Tarafda Amerika bilan Ukraina o'rtasidagi oz suraydigan to'pa savdosi kelishimi yana o'ttirg'i chiqmoqchi, bu vaqtda yana bir suhbat bo'lmoqchi. Netimiz qanday bo'ldi qo'llanmaydi. Ruslar o'tganda biz birayli bu materialni biz birayli sizlar şirket gap qalsın degan gaplar o'tirib chiqqan. Yana boshqa yerlarmi bor deb oldim, isimni qamat qasodatlar ekanligini. Ishqilib bir necha yil vaqt ketishi mumkin, lekin Amerika bu ishni qolaydi degan so'zlar bor o'tirdi. Qisqasi hozirgi mo'ljalda Xitoylar
shu keyingi 1 yillar 5 yilning oralig'ida Xitoy hokimiyati ag'darilishi mumkin, kompartiya hokimiyati. Hozirgi u bo'yinni qattiq qilgan bilan Xitoyning holi intayin bo'sh bo'lgan sir bo'shab ketyotidi. Mushtaqlar mangsa o'zini o'zi halok qiladi deb qarayotidi kishilar. Men bu shuning ishonaman. Shunga hozir umumga ahvol shundoq. Yana bir narsani deb qo'ydim. Amerikada Gordon Chang degan bir Xitoy bor. Bu aslida burun Shanxaydami nima advokat shirkat qurib boqqan odam bu Gordon Chang deb Twitterda aktiv, anikin Amerikaniki tilzo'g'i ko'p chiqadi bu odam. O'zi tadqiqotchi, Xitoy tadqiqotchisi. Bu odamni yaqinda shu Oqsaroydagi bir cho'ng yig'ilishda shu yerga berib ekan, Trump shu so'zlayotgan joyda ko'rib buni ataytni tilga oldi. Bu bak isladam deb. Anındaki ilişkin bir Xitoy qaratda bir Twitter yozgan joyda, Twitter uchur yozgan joyda Trump yeni o'sha odamni tilga oldi. Bu odamniki bir izchil tutayotgan siyosati bor. Bu odam nimani da'vat desanglar, ma xet tartibini kunib qoldi ekan bu yerda. O'sha Gordon Changning yozgan kitobi ma bu. Buni men 2000-yillarda o'qigan. Bu kitobning ismi The Coming Collapse of China. Yaqinda yuz beradigan Xitoyniki yiqilishi degan gap. The Coming Collapse of China. Aslida bu odam maktabda Xitoy hokimiyati 2011-yilda yiqildi deb o'tirib qo'ygan farazni. Keyin uni 2012-yilga o'zgartgan. Asosiy ideyasi Xitoydagi chiriklik intayin og'ir bo'lganligi uchun bu hokimiyat uzunga bormaydi, ag'darilib ketadi degan. Ammo diqqat qilsanglar 2012-yilda Xi Jinping chiqdi taxtga. Chiqqandan keyin uniki birinchi kuchab qilgan ishi chiriklikka qarshi turish. Shunda boshladi ishini. Bu Xitoylarniki odamlar ko'p bo'lg'achqa, bularniki intayin cho'ng bir tadqiqot guruhi bor bularda. Bu tadqiqot guruhi dunyoda Xitoy haqida qanday gaplar o'tirib chiqyotidi. Xitoyniki o'lib ketish ehtimolligi haqida qanday gaplar o'tirib chiqyotidi, maxsus mushuni yig'ib, mushuni tadqiq qiladi. Ashta tadqiq qilib, bu aqlni boshlardan tepib, ondan shu ishniki yuz bermasligining oldini oladi bular. Albatta men degan Xi Jinping chiqqandan keyin oldi bilan chiriklikka qarshi ish yapadi deyishimning sababi shu. Gordon Chang ayni vaqtda Xitoy shu chiriklik tufaylidan 2011-yilda yiqildi deb, keyin 2012-yilda yiqildi degan bu ishlar yuz bermadi. Shu hozir ozroq buni odam tanqid qilgan ahvollarmi bor. Endi xususan bu faraz qilmoq degan tas ish bu. Shunga yaqinda bu odamniki izchil siyosati nima desa, Amerika Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy aloqani butunlay uzish kerak deydi. Butunlay uzish kerak, Xitoy bilan hamma aloqani uzish kerak. Ashta qilmasa Amerika o'ngishlanmaydi. Amerika Xitoyning qo'lini tozalay olmaydi deb shu narsani o'tirib ketgan odam bu izchil turda. Bunun kishilar bak ko'ngil bo'lib ketmaydi. Lekin hozir Amerikaniki Trump hukumati ichida bu odamniki mushkul qarshini qo'llaydigan odamlar tez suratda ko'payyotidi. Shunga men shuni munosabatdan bir qilib qo'ydim. Ondan keyin yana bir kishi bor. Peter Navarro degan odam. Bu odam o'tgan qatim Trumpga nima bo'lgan? O'tgan qatim Trumpga savdo maslahatchisi bo'lgan. Orliqda bu ziyonkashga uchrab biroz He may leave the administration. Peter, is there a rift internally? No, I mean, Elon, when he's in his Doge lane is great, but we understand what's going on. Bu adam oldin qatim Elon sells cars. Oldingi qatim nimaga Trumpga savdo maslahatchisi bo'lgan, Xitoyni dahshat bildigan odam. Aslida bu kishi shu Kaliforniyadagi University of California Irvine degan maktabniki siyosat professori. Bu odamning bir yozgan kitobi bor. Bu kitobning ismi The Coming China War. Yaqinda yuz beradigan Xitoy bilan bo'lgan urush degan bir kitob. Men bu kitobni o'qigan, ayni vaqtda o'qib, buningda Uyg'urlar haqida bir qism mazmunlar bor. Shu mazmun o'qigan vaqtimda men buni
bu mazmunni o'qigandan keyin bu kishiniki uyg'urlar haqidagi tushunchasi toza chuqur emas ekan deb men bu kishini uyga taklif qilgan. Men bunda bir adam, NASA'da ishlaydigan bir injener, o'zim Uyg'ur, maktabimni o'qidim. Ama ko'z qarshilığına qo'shilmaydigan ba'zi ahvollar bor, sen anglab baxmagan ahvollar. Aç to'g'ri sen bilan bir tomoq yegach paranglashgan bordi deb xat yozgan. Xat yazsam bu odam kim javob keldi menga. Men erkeyn rahmat. Men shu bog'im bordi, ama bak oldirash, men u yerga boramayman deb. Endi bizning o'ylar odamniki maktabning oldiga xili bor, 150 kilometrda keldi endi kamidi. Bu odam izchil turda Xitoyniki apti bashirsini eshib kelayotgan odam. Albatta Xitoylar Trump'ın sinki kabinetdagi odamlarning bizga biroz hurmat qilsa degan chog'da ko'z tutgan odamning birisi shu. Rubio mu bor, madanni ko'z tutyapti, qolgan nayt kuchli odamlar bor Xitoylarni zodi. Asha tilab turdigan, asha qartilgan. Madam eng tillaydigan endi. Bu odamniki o'tirib qo'yotgan bir narsa chegara bejining sirtidagi ahvollar. Xitoy yolg'iz chegara beji bilan munosabatsiz bir qism jihatlarda intan ko'p askirliklarni qilyotidi deydi. Masalan, 2001 yili Xitoy dunyo savdo tashkilotga kirgandan keyin Amerika bilan bo'lgan qizil raqam 1 trilyon 200 milyard dollar hozir. Aştırıcı qizil raqam bo'lib qoldi deydi. Ondan keyin nurg'un jihatlarda Amerikani yeplam kelyotidi deydi. Masalan, hozir Vyetnamniki Amerika bilan bo'lgan qizil raqami 123 milyard deydi. Bu pul amaliyotda Vyetnamniki Amerikaga sotayotgan narsasi Xitoyning mali. Xitoy mallarini Vyetnamga olib yoki Vyetnamda zavod quriydi. Bunga Vyetnamniki marksini chaplab Amerikaga kiryotidi. Deb buni da'vat dedi. Ondan keyin bu odamniki o'tirib qo'ygan Xitoyniki 7 vahshiy gunohi degan bir so'zi bor. Bu yerdagi gunoh degan so'z Uyg'urlarda diniy jihatdagi gunohni gunoh deymiz biz. Ama qonuniy jihatdagi gunohni gunoh deymiz, o'sha so'zni ishlatamiz. Ammo inglizchada unday emas. Inglizchada crime, guilt and sin degan gaplar bor. Sin degan bu gunoh degan so'z diniy sohada ishlatilgan so'z bu. Madam ishlatayotgani diniy sohadagi so'z. 7 deadly sins of China deb. Buni deb davomli o'tirib qo'yotdi, yaqin-yaqin deyotgani bu chegara beji bir narsa, lekin nurg'un ishlar bor chegara bejining sirtida yuz berayotgan. Ashlarni o'zgartmasak Amerika Xitoyniki changaldan qutulolmaydi deb. Shunga bu 7 gunoh Xitoyniki 7 vahshiy gunohsi nima desanglar, birinchisi pulni monopol qilish, pulni kontrol qilish Xitoy pulini. Uni erkin bozor bo'yicha qoldirmaslik. Ikkinchisi chet el chiqariladigan mollarga hukumatdan pul qo'shib berish. Uchinchisi aqliy mulklarni o'g'irlash. To'rtinchisi boshqa shirkatlarniki texnologiyasini majburiy tortib olish, majburiy evilish o'ziga. Ondan keyin 5-inchisi chegara bejining sirtidagi to'salg'ular. Masalan, Xitoylarniki bir qism belgilamari bor, tuzumlari bor deydi. Masalan, Amerikadan bir mol kirman desa, uni haddan ziyada tekshiradigan, uniga kinishlik taqtadigan, uniga o'lcham qo'yadigan. Ondan keyin Amerika shirkatlarininki Xitoy bozoridan erkin foydalanishni to'sadigan, uni yo'l qo'ymaydigan degandek. Buni non-tariff barriers deb ataydi. Ondan keyin Xitoyniki davlat iligidagi korxonalar. Davlat iligidagi korxonalar butunlay kompartiyaniki bevosita boshqarilishi ostidagi shirkatlar. Shular xuddi Xitoy hukumatining bir qismidagi ish qiladi bular. Hergiz erkin şirketler emas, xusus şirketler emas Amerika'nın deydi. Onun için muhit, 7-incisi muhit ve emgak gücü cihetdeki eksploatatsiya. Xususan Xitoyniki hozir dünya muhitini bulg'ash ahvoli eng og'ir. Hech qanday muhitli kori yo'q. Ikkinchisi emgak gücünü eksploatatsiya qilish, Uyg'urlarni qul ish qilib ishlatyotdi. Mushlarning hammasini o'tirg'iga chiqaryotdi bu odam. Yaqinda
Muşaqda Fox News'dan bir nima o'tkazdi, suhbat o'tkazdi. Muşaqlarniki hammasini tilga oldi. Shunga men sizlarga qisqacha deb o'yladim. Hozir Amerikada chiqayotgan yana bir gap, Xitoyniki Amerikadagi paychak bozoriga solgan shirkatlar bor. Qiljiq bir necha 100 shirkatlar bor. Bularniki boylik miqdori 1,5 trillion dollarga bor ekan. Hozir Amerikada Xitoyniki mush shirkatlarini Amerika paychak bozoridan chiqarib etishning gaplari bor. Bumi Xitoyga qarata qo'llangan umumiy qarshilik siyosatining bir qismi. Bu da amalga oshmaydi, lekin mush gaplar o'tirib chiqyapti. Anından keyin endi 5-chi mazmun bugun deydigan sizlarga jiq ko'ngilsiz ishlarni da'vat bo'ldim. Bir keyincha men sizlarga Elon Musk haqida yana bir qism gaplarni deb beraman. Sizlarga bugun bir narsani deb beray. Elon Musk bir uy yasadi yaqinda. Bunu bu yıl bozorga salmoqchi. Bu mashina bu zavodi chiqdi bu mashinasida bir uy yasadi. Bahası 30 ming dollar ekan. 30 ming dollar bir yana elib apırıplam qurashtirib olsangiz ham bo'ladigan. Uy nayt isil. Agar bir egizlik uy kichik kelib qolsa, uning ustiga yana birini qo'yib ikki egizlik qilsangiz bo'ldi ekan 30 ming dollar. 30 ming dollar desem Türkiye'deki qarindoshlarga az pul emas. Lekin Amerikadagilar uchun intayin arzonandi. Ashta uy shundoq bir o'yin chiqadi. Buni cho'ng mashinada so'rab aproplam qurashtirib olsam bo'ladigan qilib. Mushu uy qurilishini qurilishidan bir inqilob shakllik narsalarni vujudga keltiryapti. Elon Musk haqida jiq gaplar bor. Keyin yana deb beraman. Meniki hozir planlab qo'ygan necha hafta bo'ldi, lekin her qatim xabarlar bakchi qo'yib ketib, navbatiga ketib bordi. Bizningki xaridorlarimiz tez ko'payyapti. Adamlarimiz shu, yaqinda bizningki shirkatning adamlari 15 dak adam bo'ldi. Hasanlarimiz yosh, mendan boshqa. Nayt qatqishyapmiz, xaridorlar tez ko'payyapti. Lekin o'tirib chiqqan yana bir narsa kelgusida Marsnimi shu biz qilmoqchi bo'lgan narsalar Marsnimi kechini kunduz qilish mana nimalar tashabbuslar o'tirib chiqyapti. Bunda desam Marsni yuritib nima bo'pti deyishim mumkin. Elon Musk'niki intayin cho'ng planlari bor. Uniki planning birisi keyingi 10 yil ichida Marsga 1 million odam o'tkazib o'shada yerlashtirish. Buni yaqinda bir suhbatda dedi bu. Yine degan ko'p odamni hayajon solgan ishlar bor. Elon Musk qilmoqchi bo'lgan. Men buni keyin yana aslida ayrim deb beraman. Bundan planlari necha hafta bo'lib ketdi. Lekin har hafta bak mazmunga qo'yib ketib, bundan ertaga ma'lumotdi. Degan mushchiq bo'lsin, shu bu dunyodagi o'zgarishchiq, xabarim bakchiq, mening idoram ishim bak aldirash, asta bo'lgan sari bu zodi xili bosh bugungidek videoni qilishim qildi, test to'xtab ketib bordi. Agar sizlar taqatib qolgan bo'lsa, apu qilinglar. Bu da masalaklar qatim ko'rishga omon bo'linglar. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.